40 santimetrlik biometal hamda kerak bo'ladigan zapchastlar boller Cobalt'ning yuqori qismiga ortildi. Mana shu Cosini bollerimizni ko'rib akam ketdilar. Hozir bizdan 180 litrli Cosini gazli boller xarid qildilar. Cosini gazli bollerni men sizlarga tushuntirib o'tirgan bo'lsam, oldida silifnoy bo'ladi. 1 yilda bir marta tozalab turish uchun, profilaktika uchun kerak bo'ladi. Ichidagi nakiblari avtomatik tushib ketadi. Uning uchun tepasidagi mana shu amerikankani shundoq yechib olib qo'ysanglar, suv davleniya bilan tushayotgan paytda mana shudan nakiblar oqib tushib ketadi. Endi orqasiga keladigan bo'lsak, ko'rib turganingizdek, hozir resirkulyatsiya kerak emas dedilar. Shuning uchun botga bitta sharovoy kran burab ketdik. Bunisi teplobmennikki, botdan отопленияni podachasi kiradigan bo'lsa, botdan obratkasi chiqadi. Keyin tagida muzdek suv kiradigan joyi hisoblanadi. Bu 180 litrli 400 o'lchamdagi bollerimiz bo'ladi. Albatta tepasiga обязательно ko'rib turganingizdek 6 barli peridunni o'rnatib qo'ydik. Peridun o'zi primoy chiqqan bo'ladi. Biz atut bilan pastga qaratib qo'ydik. Ertaga ichkaridagi odamga ziyon yetmasligi uchun. Undan tashqari qo'ziqorin berdik. Dimoxod primoy tortib ketmasligi uchun gazni ancha ekonom qilib beradi. Unga qo'shib turib, ko'rib turganingizdek, avtomat garelka, unga kerak bo'ladigan reduktor, filtr, kelgan Nerodan mana shunaqa jiddiy fumlardan. Undan tashqari batareya xarid qildilar, biometal berdik. Buni отопление qismiga ulab olar ekanlar. Shuni hisobiga biometal batareya berdik. Agar sizlarga mana shunaqa Cosini boller deysizlarmi, oddiy boller deysizlarmi, yo bo'lmasa mana shunaqa katyolda kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol to'plidomga aloqaga chiqishinglar mumkin.